Kim? Bugun Qo'qondagi kichkina bloger ukamiz Zikriyaxon biza Texnositiga taklif qilishgan, sababi ikkita sandiqchada $100 yutib olish imkoniyati bor, ko'rgansizlar. O'shani hozir aniq yutib olamiz, sababi prankda qattig'i bo'ladi. Bugungi kalishomizning mehmoni Shohruz aka bilan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Homiymiz tarafidan $100 o'rniga telefon qo'yilgan, shunaqa buni ichiga solamiz aka. Tuflaymiz. Yo'q, shuni men solay. Hop. Quplandimi yo'qmi? Lekin mumkin emas u, sizga mayli aka. Ha, menga mumkin-a? Sizga mumkin. Bor. Aralashtirib beraman. Asla baribir qilmaymiz. Qaramasdan turib. Qaramasdan turaveradi-da. Hop, oldim. Tushirib ko'ring. Tushirib ko'ring. Oldingizmi? Aha. Bu tushirdilar aka. Menga ham bo'yin. Ha. Aka. Kechaman. Rahmat. Yana qatlarga bor. Kimlarning oldiga bor? To'xtang, hozir hech qayerga bormay turing. Hozir bitta flit bo'ldi. O'zim bilan bitta qo'shimcha kalit olib kelgandim. Zikriyaxonni aldadik. Haqiqiy o'yinni boshqa yerda o'ynaymiz hozir. Men buni prank bo'lishini bilmagandim. Endi haqqoniy o'yin bo'ladi hozir. Ichiga solamiz o'sha telefonni. Tuflaymiz aka. Endi sizga beraman kalitni. Mana solamiz aka. Aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Endi topolmayman. Endi topolmayman. Endi aka bitta qaramasdan turibman. Shartlarni bilasiz, sizga omad tilayman aka. Bitta qo'lingizga tushganda, agar hozir qidirganingizda bitta tushirib ko'ring aka. Bu sandiqlarni kuyib. Aka kimsa maromatsizligi bo'lishi mumkin aka. Chiqanim. Ko'rishamiz. Kimga obuna bo'ling. Aka sizga Abba akalarga shart berishgan. Fidapda ichiga kirib, hech narsa zakaz bermasdan rolda yeb o'tirishlari kerak. Shart ko'rib oldingiz, endi siz sizdan keyingi blogerga shartingizni berib ketishingiz kerak. Shinamga borib, achchiq oshdan yeb, qo'lini yog'iga chiqab turib, sochiga gel qilib surkasin. Bo'laveradimi? Aka, bundan yomon lekin. Va bajarmasa, ularni o'zim cho'zaman. Sizdan keyingi blogerni aytib keting. Mendan keyin bloger deb aytishim kerakmi? Ha. Chiqmaganlar kim qoldi o'zi? Chiqmaganlar Lobar apa qoldilar. Lobar sizga vizib. Men shartni bajaring. Bo'ldi aka, rahmat. Shart bajarmasalar-chi? Bajarmasa endi vijdoniga havola endi. Lobarda menimcha vijdon bo'lishi kerak. Rahmat aka. Bir 5-6 marta urib oling. Maza qilib, gaplashing. Har gapda arasida pax bo'lyapsiz.